Shunday bir vaqt keladiki, butun dunyoda tinchlik va barokat, insonlar orasida huzur hukmron bo'ladi. Sirli xazinalarning barchasi oshkor bo'lib, ehtiyoji bo'lgan hammaga tarqatiladi va kambag'al odamlar qolmagan zamonda butun dunyoda islom dini hokim bo'lgan vaqt haqida gapiryapman. Insonlar teng huquqli va xursand holatda yashaydi. Ammo bu vaqt uzoq davom etmaydi. Chunki yer ostida har soniya chiqishni kutayotgan katta bir tahlika yerni qazmoqda va ular o'sha buyuk kunni kutmoqda. Qiyomatning katta alomatlaridan bo'lgan Yajuj va Majuj qavmlari. Ular hozir qayerda? Olimlar topgan joy haqiqatdan ham Yajuj va Majujlarning devori bo'lishi mumkinmi? Yoki yerning ostidan chiquvchi yana bir maxluqot, Dabbatul Ars. Yer osti sukunatining tahlikasi haqida tayyorlagan videoimni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Dunyo tarixidagi jamiki yashab o'tgan hukmdorlar orasida eng kuchlisi bo'lib yashagan bir vaqtlar dunyoning shimolidan janubiga, sharqidan g'arbiga qadar sayohatlari tillarda doston bo'lgan va tarixdagi 4 ta eng buyuk hukmdorlardan biri bo'lgan Hazrati Zulqarnayn. Yer yuzida shunday sayohatlar qilar ediki, insonlar u haqida eshitganda hayratdan yoqovishlardi. Ammo bular orasida shunday bir voqea borki, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda bayon qilingan u boshdan kechirgan hayratli sayohatlar, balki biz insonlarni atrofda bemalol sayohat qilishimizga, xohlagan joyimizda va xohlagan ishimizni qilib va ba'zan ba'zi narsalarga ishonmasligimizga, shirk kabi noqobil ishlarni qilishimizga sabab va zamin yaratgandir. Demak, nima bo'lgan edi? O'sha sayohat davomida Zulqarnayn alayhissalom taxminlarga ko'ra hozirgi Qirg'iziston diyorida sayohatda edi. Va har qanday voqeani bo'lishi mumkin bo'lgan bu zamonda tog'lar, dengizlar va qishloqlarni oshib, mingdan ortiq inson turlari va mavjudotlari bilan qarshilashayotgan edi. Bu sayohati uni hayotidagi eng asosiysi edi. U ikki tog'ning orasida yo'lini davom etayotgan edi. Ammo bu yerda g'alati bir qavm bilan qarshilashdi. Fakat bu qavm insonlarining katta muammosi bor edi. Tog'larda yashaydigan, har doim buzg'unchilik qiladigan, zarar, zahmat beruvchi, buzg'unchi bir qavm borligidan va bulardan qutulish uchun yordam istaydilar. Bu buzg'unchilik chiqaradigan qavmning ismi Yajuj va Majuj edi. Qur'oni Karimning Kaf surasida bu haqida bayon etilgan. Hadisi shariflarda aytilishicha, Yajuj va Majuj nomi berilgan qavm xuddi bizlar kabi inson bolasining avlodlaridir. Lekin ba'zi jismoniy jihatlari ularni bizdan anchagina farqli qilgan. Yajuj Majuj qavmi buyuk Nuh to'fonidan keyin dunyodagi insonlar va hayvonlar yashashini takror boshlagan o'sha vaqtda o'rtaga chiqqan qavm hisoblanadi. Taxminlarga ko'ra, ular Nuh alayhissalomning o'g'li Yasofning avlodlari ekanligi aytiladi. Bu ularning ba'zi xususiyatlaridan biri. Bo'ylari qisqa bo'lganligi sababli bu qavm xitoyliklar ekanligini aytayotgan insonlar ham bor. Birozdan keyin Yajuj va Majuj xitoyliklar emas ekanligiga alohida to'xtalamiz. Yajuj va Majujlar qavmi 3 qismga bo'lingandir. Birinchi qismi boshqalarga ko'ra uzun, yana bir qismi esa o'rta bo'yli, yana bir qismi quloqlari shu daraja kattaki, hatto quloqlarini yostiq qila olishadi. Qiyomatda insonlarni yo'q qilishini taxmin qilib, ularni juda ham vahshiy ekanini tushunish qiyin emas. Yuzlari yassi va ko'zlarini kichik bo'lganligi sababli Hazrati Zulqarnayn yasagan devor Qirg'izistondaligini taxmin qilsak, ularni mo'g'ullar bilan bog'lovchi yana bir tushuncha paydo bo'ladi. Birozdan keyin bu haqida ham juda qiziq ma'lumotlarni keltiraman. Faqat hozir Hazrati Zulqarnayndan yordam istagan qavm Yajuj Majujdan qanday qutulganiga bir nazar tashlaylik. Dedilarki, ey Zulqarnayn, yolvoramiz, bizga yordam ber.
biz bilan Yajuj va Majuj orasida devor qur, bizni ulardan qutqar, buning evaziga nima xohlasang qilamiz, buning uchun senga tovon to'laymiz dedilar. Yajuj va Majuj vahshiy kofir, yer yuzida fitna fasod chiqaruvchi va chiqaradigan bir jamiyat edi. Zulqarnayn alayhissalom buni ko'rib yordam so'ragan bu qavmga evazga hech qanday narsa so'ramadi va dediki, menga qandaydir bir tovon to'lashga majbur emassizlar. Sizni beradigan mol-mulklaringiz mening Robbim berganlarining yonida hech narsa emas. Sizdan yagona istagim biroz inson kuchi bilan yordam bering va Yajuj va Majujni to'suvchi sog'lom bir devor quraylik. Menga topa olganingizcha temir jismlarni keltiring. Butun bir xalq bir bo'lgan edi. Qancha temir topishsa, barchasini Hazrati Zulqarnaynga keltirishdi. U esa ikki tog'ning orasini to'ldirib, tog'ning balandligigacha olib chiqdi. Buni ustidan esa po'lat va mis qorishmasini eritib to'kdi. Keyin esa uflang dedi. Bundan so'ng devor hozir holatga keldi. Va Alloh taolo izn bermagunicha hech kim bu devorni buza olmaydigan eng kuchli devor qurildi. Bu Robbimdan siz qullariga bir rahmatdir dedi. Vahshiy va buzg'unchi Yajuj Majuj qavmi hamda biz insonlar orasida qiyomatga qadar buzilmaydigan bir devor qurilgan edi. Demak, bu voqea Yajuj va Majujni oxiri edimi? Tabiiyki yo'q. Ular qamalgan joylarida ko'paymoqdalar. Bundan tashqari shunday bir ko'paymoqdalarki, haqiqatdan ham qo'rqinchli. Yajuj va Majujdan bir kishi eng kamida 1000 ta farzand dunyoga keltirmasdan o'lmaydi. Dunyo yaralgandan beri inson bolasini shu kungacha har biri 1000 ta farzand dunyoga keltirganini hisoblasak, buni tasavvur qilishning imkoni bo'lmaydi. Xo'p, bir inson qanday qilib 1000 ta farzand dunyoga keltirishi mumkin? Bu savolning javobi uchun bir oz chuqurlashamiz. Savolning javobini esa bir ayol eng ko'p nechta farzand dunyoga keltira oladi? Rossiyalik Fyodor Vasilovning ayoli umrining oxirigacha roppa-rosa 69 ta farzand dunyoga keltirgan ekan. Kunimizdagi inson 69 ta farzand dunyoga keltira olsa, Yajuj va Majuj qavmidan farq nima bo'lishi mumkin? Eng to'g'risini albatta Alloh azza va jalla biladi. Faqat shu kungacha yetib kelgan rivoyatlarda Hazrati Nuh alayhissalom va boshqa insonlar o'rtacha 900 va 1000 yil yashaganini bilamiz. Vaqt o'tgan sari insonning umri qisqarib keldi. Shu nuqtada agar Yajuj va Majuj qavmlari taxminan 1000 yil umr ko'rsa, 1000 ta farzand dunyoga keltira olsa, bu dahshatli hodisadir. Dunyodagi insonlardan million martalab ko'p bo'lgan Yajuj Majuj qavmi har kuni devordan teshik ochishga urinmoqdalar. Xo'p, qanday qilib insonlarni yo'q qilib yubora oladigan Yajuj va Majuj qavmi bu to'siqni oshib o'ta oladi? Oldiniga bugungi kun imkoniyati sababli Hazrati Zulqarnayn qurgan devorni qayerda ekanligini ko'rib chiqaylik. Minglarcha yil oldin haqiqatga aylangan bu joyni hadis sharif va rivoyatlardan kelib chiqib, O'zbekiston chegarasidan ko'rinib turgan bu yerni Hazrati Zulqarnayn devori ekanligi aniqlandi. Albatta bu yer shunchaki taxmin xolos. Ko'rinishidan yassi shaklda turgan tog'ning aynan shu joyi qorlar bilan qoplangan. Bu joyda turli xil izlanishlar olib borildi va nimadir aniqlandi. Aytilishicha, bu joyda mis va po'lat qorishmasidan iborat moddalar aniqlanganligi sababli Hazrati Zulqarnayn qurgan devor aynan mana shu ekanligi aytildi. Albatta, eng to'g'risini Alloh biladi. Agarda bu devorni qayerda ekanligini aniqlasak ham, hech kim bu devorni buza olmaydi. Shu sababli devorni qayerdaligini bilish bizga qanchalik zarur? Izohini sizga qoldiraman. Kommentariyaga marhamat. Bundan tashqari Yajuj va Majujni xitoyliklar yoki dunyoda yashagan qaysidir millat bo'la olishini taxmin qilgan insonlarga hadis sharif esa bu haqida javoblarni bermoqda. Oldiniga ular har kun devordan teshik ochishga harakat qilayotganini bilmoqdamiz. Bu hodisani qaysi millat bilan bog'lashimiz mumkin? Yajuj Majujlar xitoyliklar bo'lishi, hatto buyuk Xitoy devorini
Hazrat Zulqarnayn qurdirgan devor ekanligini aytayotganlar. Hadisda keltirilgani kabi ular devorni oshib daryo kabi oqib keladi deyilgan. Xitoyliklar hozirda devorni oshib daryo kabi oqib kelishdimi? Ya'ni bu taxminlar umuman noto'g'ri. Endi keling, o'sha kunga qaytaylik. Har narsa ro'yobga chiquvchi qora kunga. Ya'ni devorning tamoman buzilishiga. Videoni boshida Yajuj va Majujlar chiqmasidan oldin dunyoda buyuk bir to'kin sochinlik va tinchlik hukm surishini aytgan edim. Zamonini faqat Alloh biluvchi zamondamiz. Lekin bizga aytilgan ko'plab voqealarni boshimizdan o'tkazibmiz. Hali boshimizga shunday voqealar keladiki, keladigan buyuk dunyo urushi. Hazrat Iso alayhissalom qayta yer yuziga tushirilishi. Hazrati Mahdi esa hukmronlik qilishi. Insoniyatni yo'ldan ozdiruvchi eng buyuk fitna Dajjol o'rtaga chiqishi. Butun dunyoni aylanib, insonlarni bir-biriga qarshi qilganidan keyin o'ldirilgan kun. O'sha kun hamma insonlar orasida tinchlik, totuvlik, kambag'allik bo'lmagan va sadaqa beradiganlar qolmagan. Yashiringan xazinalar o'rtaga chiqadigan ajoyib bir davrga kiramiz. Va bu davr juda qisqa bo'lib, bu huzurli zamonning tugashi tarixda bo'lmagan vahshiylik bilan tugaydi. Minglarcha yil har kun charchamasdan yerni qazigan, sanog'ining oxiri bo'lmagan Yajuj va Majuj qavmi uchun izn kuni keldi. O'sha kungacha ular har kuni bugunga shu yetarli, ertaga kelgan joyimizdan davom etamiz deya qazishni to'xtatishadi. Faqat ertasi kuni qaralganida umuman qazilmagan kabi turgan devor. Yajuj va Majuj bu safar teshik ochishni uddalaydi. Xo'sh, qanday qilib minglarcha yil ochilmagan teshik o'sha kuni ochiladi? Buning sababi o'sha kungacha Yajuj Majujlarning og'izdan chiqmagan so'zga bog'liq. Har kun qazib bo'lguncha shu yetarli deya yarim qoldirib ketganlar. Orasidagi birisi ertasi kuni qazishni to'xtatib, bugunga shu yetarli, inshaalloh ertaga davom etamiz dedi. Aynan mana shu so'z ularning chiqish kaliti bo'ladi. Bilishimizcha, Yajuj va Majuj qavmi kofir bir qavmdir. Albatta, bu qanday hikmatki, o'sha kun inshaalloh so'zi og'izdan chiqqanida o'sha buyuk kun kelgan bo'ladi va devor ochiladi. Yajuj va Majuj qavmi har bir tepalikdan o'qib keladi va oldiga chiqqan jonzotni, nafaqat jonzot, nimaiki bo'lsa, har narsani yo'q qilib ketadi. Yo'lidan chiqqan dengizlar, ko'llar, daryolarni quritib o'tib ketadi. Ularning soni sahrodagi qum zarrasi qadar ko'pdir. Shu qadar ko'p insonlarni o'limiga sabab bo'ladilarki, yer yuzida juda oz insonlar omon qolishni uddalab yashirinib yuradigan insonlar bo'lishadi. Shimoldan janubga, sharqdan g'arbga qadar har yerni talon-taroj qilib, atrofga nazar tashlab, hech kim qolmaganligini ko'rib, o'zlarini ustunligini e'lon qilishadi. Butun dunyoni yo'q qildik. Bizning kuchimiz qarshisida hech kim tik tura olmadi, deya g'ururlandilar. Faqat ular bilmagan bir narsa bor edi. Hayotda qolishni uddalagan insonlar va hanuz yashayotgan Iso alayhissalom. Tirik qolgan xalq faryod qilmoqda. Hazrat Iso alayhissalom Allohga duo qilib, Yajuj va Majujni yo'q qilishini so'raydi. Allohning izni bilan butun dunyoni ishg'ol qilgan Yajuj va Majujlarning bo'ynidan chiquvchi kasallik yuboradi. Bu kurt va bakteriya kabidir. Yajuj va Majuj qavmi Alloh izni bilan bor yo'g'i bir kecha kunduzda chigirtkalar kabi hammasi to'planib turgan joyda o'lim topadi. Yer yuzi shunday ko'rinishda bo'ladiki, ularning qo'lansa hididan nafas olish ham qiyin bo'ladi. Buni ustiga Iso alayhissalom Allohga yana duo qiladi va Alloh taolo yer yuziga shiddatli yomg'ir yuboradi. Bu yomg'ir esa Yajuj va Majuj jasadlarini va hidlarini yer yuzidan tozalaydi.
albatta faqat yer yuzidan yo'q bo'ladilar. Chunki ularning jahannamdagi joylari oldindan hozir bo'lib turadi. Ya'ni jahannamda yonganlarning terlarining ringlari to'kilib turadigan, siz eshitgan Gayya qudug'ining eng tubidan joy oladilar. Yajuj va Majuj qavmining yer yuzidan tozalanishi ortidan qutilgan insonlar yashiringan joylaridan chiqib hayotda qolishga harakat qiladilar. Xo'p, savol tug'iladi. Shunday bir zamonda texnologiyalar rivojlangan onda et va suyakdan tashkil topgan qavmga qarshi hech narsa qila olmaydilarmi? Faqat eng to'g'risini Alloh biladi. Rivoyatlarga ko'ra, kelajakda yuz beradigan bu voqeada texnologiya ish bermasligi, hatto elektr tokini bo'lmasligi, nafaqat elektr, barcha jihozlar ishdan chiqadigan vaqtga to'g'ri keladi. Joy kelganda eslatib o'tmoqchimanki, Albert Einsteinning bir so'zi bor. 3-jahon urushi qanday qurol bilan bo'lishini bilmayman, ammo 4-jahon urushi tosh va yog'ochlar bilan bo'ladi degan. Yajuj va Majujning chiqishi bilan endi buyuk alomatlardan yana biri yaqinlashadi. Uzoq vaqt qolmadi, yana yerdan chiqishiga ishonilgan bir boshqa jonzot. Dabbatul Arz. Ko'pchilik Dabbatul Arzni qiyomatga yaqin yerdan chiqadi va odamlarga zarar beradi deb o'ylashadi. Dabbatul Arz bunday jonzot emas. Dabbatul Arz yuruvchi yer hayvoni ma'nosida keluvchi jonzotdir. Rivoyatlarga ko'ra, Ka'bada insonlar tavof holida turganda yaqinidagi Safo tepaligidan bir yoriq ochiladi va Dabbatul Arz bu yerdan chiqadi. Dabbatul Arz insonga o'xshash emas, aksincha hayvon ko'rinishida bo'ladi. Faqat insonlar kabi gapira oladi. Maqsad esa hammani tamg'alashdir. Katta tezlikka erisha oluvchi Dabbatul Arzning tezligiga hech kim yeta olmaydi. Shu sababli undan hech kim qocha olmaydi. Bundan tashqari, Dabbatul Arz Hazrati Sulaymon alayhissalomning muhrila, Hazrati Muso alayhissalomning hassasini ushlab chiqadi. Oldiniga butun insonlar bilan gaplashib, kofirlarni muhrlaydi. Qur'oni Karimda shunday deyiladi: U so'z boshlariga kelgan zamon ularga yerdan bir dabba chiqaramiz va u insonlarga oyatlarimizga iymon keltirmaganimizni aytadi. Dabba undan keyin qo'lidagi aso bilan mo'min insonning yuzini porlatadi. Sulaymon alayhissalomning o'zigi bilan esa kofirlarning peshonasiga tamg'a bosadi. Shu orqali kimni yuziga qarasa, kimni mo'min, kimni kofir ekanligini bilib oladi. Quyoshning teskari tarafdan chiqishi va keyin Dabbatul Arzni chiqishi orasi juda yaqin bo'ladi. Ya'ni vaqt o'ylaganimizdan ko'ra oz qoldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, inshaalloh.